Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mehmonimiz Muhabbat Urinova, 18 yoshdaman, oilali, Kimnidir maslahati bo'lgan-ku o'sha poyezdga ishlaymiz. Onajonim vrachlar, akam vrach, avlodimiz vrachlar oilasi. Hay, men yana o'zimni Qizil kitobga 2-marta kiritganman. Qaynonam dunyodagi eng yaxshi qaynonam. Chiqishim orzu bo'lgan bir vaqtlar. Rahmat. U odam meni almashtirdi karvonga borib, odam yomon bo'lar ekan. Dadish dedim, telating nima degan desam, savdodan ko'ra blogerlik oson. Beki post yo'q deding, istoriya qo'yaman deding. Ana, ikkita post sразу o'ylamasdan. Apa Muhabbat o'zi necha yoshda? Chunki haq bo'lsa men hanov haqsan, sen hanov haqman deb o'tiraman-da. Metrdan urib kam berganman. Ovozlari baland, gurubiroq inson. Dumini beklatayotgan O'zi bir necha mingta. Kichik. Shu podkastdan keyin zo'r yangiliklar bo'ladi deb o'ylayman. Blogerlikdan topadigan daromadingiz, chunki ayol kishini rasxodi juda ham katta. Erkak o'ziga вообще rasxod qilmaydi. Senyorita degan so'z o'zi qayerdan kelib chiqdi? O'zimiz chaqchag'imiz ketadi. Kunasiz, o'sha narsaga ikkalasiz. Duo bilan bo'y bo'lishga sababchi bo'lishi mumkin, lekin yomon bo'lishga sababchi bo'lmaydi. O'zi o'zim o'rgilayman aftikamdan rahmat. Muxlislarim, senyoritalarim, hammalaringizni yaxshi ko'raman, bilasizlar. Sizlarni yaxshi ko'rishlaringizni ham bilaman.